uning kayfiyati va hattoki butun hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatdir. Tuxumdonlar polikistozi sindromi. SPKA sindromi ko'pincha insulin rezistentlik bilan birga kechadi. Eng birinchi shikoyati bu charchoq. SPKA sindromi ayollarda ham kosmetologik, ham reproduktiv, ham gormonal xarakterga ega. Inazitol degan preparatni orangizda juda ko'pchilik eshitgan. Men sizga bir gapni aytaman, siz hayron qolasiz. Inazitol bizni organizmimizda mavjud. Inazitolni to'g'ri tanlashni, inazitol dozalarini, undan zo'r foyda olishni o'rganib olasiz. Inazitolning turlari mavjud va aynan 2 turdagi inazitolgina o'sha yuqorida sanab o'tgan gormonal o'zgarishlarga chora va yechim bo'la oladi. Bepushtlik, bu hayz siklini buzilishi, bu diyetalarni har qanday turi foyda bermayotgan ortiqcha vazn holati